Hayotimizda xafa bo'lishga arzimaydigan 3 ta holat. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, sizni tashlab ketgan odam uchun hech qachon afsuslanmang. Sizni qadrlamaydigan inson arzimagan aybingiz uchun sizdan voz kechadi. Sizni sevadigan inson esa eng katta xatolaringizni ham kechira oladi. Xiyonat bu sinov, xiyonatkor inson esa bu vositachi. O'zingizni keraksiz inson deb o'ylamang. Buni shunchaki o'zingiz uchun saboq sifatida qabul qiling. Ikkinchisi, o'lim. Biror yaqiningiz bu dunyodan o'tib qolsa, bu ham afsuslanishga arzimaydi. To'g'ri, bu juda og'ir bo'lishi mumkin, lekin o'lim hamisha haq. Kimning peshonasiga umri qancha yozilgan bo'lsa, shuncha yashaydi. Xudoning rejasiga qarshi chiqmang. Marhumning haqqiga duo qilgan yaxshiroq, ustidan aza qilgandan ko'ra. Uchinchisi, bu kech qolish. Ha, to'g'ri eshitdingiz. U xoh ishingizga bo'lsin, xoh o'qishingizga bo'lsin, siz hech qachon kech qoldim deb afsuslanmang. Aslida siz kerakli vaqtda kerakli joyda turgan bo'lasiz. 2001-yil Amerikada ikkita egizak minoralarga terakt amalga oshiriladi va bino ichidagi odamlari bilan butunlayin yo'q bo'ladi. Teraktdan 15 daqiqa oldin o'sha binolarda ofisi joylashgan ba'zi ishchilar ishiga kech qolishadi. Hammasi turli sabablarga ko'ra. Tirbandliklar, nimanidir unutib qoldirish. Ular ishga kech qolganiga boshida afsuslanishgan. Keyin terakt sodir bo'lgandan keyin kech qolishganiga shukr qilishgan. Do'stim, Xudoning rejasi oldida bandaning amali hech nima emas. Kanalimizga a'zo bo'ling. Zabt etilmagan cho'qqilar hali oldinda.